Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaqinlarim, qadrdonlarim. Mana bugun Shashlik uz nomer 1 choyxonaga kelgan ekanmiz. Biza hayratga biza hayratga. Chunki odamni bitta ko'rsatgan operator. Bu odamlar prosta televizor tomosha qilib kelgani yo'q. Prosta Shashlikka fanat ekan. Endi meni maslahatim, men o'zim ta'mini totib ko'rganim uchun men sizlarga maslahat beraman. Prosta operator ko'rsating, bu yerda 20 xil shashliklarimiz bor. Bidanan o'zidan xohlasangiz shashlik, tovuq go'sht, xohlagan jigar, qiyma, kotlet, hamma narsa muhayyo, hamma narsa. Maslahat beraman. Tanlovga adashmanglar, bu ogoh bo'linglar. Hozirgi paytga ish jarayoni juda qizg'in. Mana hozir ko'rib turibsizlar, bir pishga 200 ta shashlik pishyapti. 200 ta. Tarixda bo'lmagan hali, bunaqasi bo'lmagan. Faqat nomer 1ga bo'ladi bunaqasi. Esdan chiqarmanglar. Xohlasanglar, Qora dengizdan tutilgan baliqni erkagi, ayoli bor. Sassaniga qarab kelaverasizlar. Shashlikdan keyin bitta bosaverasizlar. Bitta bosaverasizlar. Yugurib og'izga kiraman degan shashliklar mana shu yerga bo'ladi, baliqlar ham mana shu yerga bo'ladi. Qadrdonlarim, manzilimiz Qarshi Beshkin yo'li, Abrora mahallasi, Shashlik nomer 1. Eslab qolamiz. Shashlik nomer 1.